Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa Andijon quruvchilarimiz sotuvga bemalol e'lon qildik. Xudo xolasa hamma vaksinasi bo'lgan. Gamburasi berildi, lasotasi berildi inshaalloh. Jo'jalarimiz sotuvga tayyor. 11 kunlik varianti, xudo xolasa ertaga 12 kunlik varianti bo'ladi. Manzilimizga kelsak, Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'zmi F, Navbahor 25-uy. Jo'jalarimiz hamma vaksinalarni ichib, sog'lom bo'lib, chiroyli tarzda, eson omonlikda hamma o'limdan chiqqan holatiga yetib keldi. Kimga zarur bo'lsa, shunaqa sog'lom Andijon qora jo'jalari bemalol aloqaga tushsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar, holati o'ta idealniy variantda turibdi. Hurmatli obunachilarimga chiroyli tarzda yetkazib berish xizmatlari ham bor. Faqatgina kelishilgan holatda jo'jalarimiz sog'lom. Ko'ryapsizlar, holatini ham idealniy bo'lib turibdi. Jo'jalarimiz narxlari 13 ming so'mdan. Ko'proq ob'yomda olaman degan aka-ukalarimizni sal kelishtirib beramiz. Bu yerda 3800 ta jo'jamiz bor. Xudo xolasa ishonarli, garantiyali sog'lom jo'jalar. Jo'jalarimiz lasotasini ichdi, gamburasini 5 kunlik, 6 kunligida gambur ichgan, 8 kunligida lasotasi qilingan. Xudo xolasa idealniy holatga yetkazib keltirilgan. Jo'jalarda sog'lomligini shu holatidan ham bilib qo'ysanglar bo'ladi. Xonani gradus unaqa pechka qurish boshqasi umuman kerak emas. Hozir tashqaridagi ob-havo ham yetadi. 100 ga xatyabi 100 so'sa ham 50 so'sa ham chiroyli tarzda qo'yib qo'ysangiz, narxlari ham yaxshi narxlarda, ancha narxlar tushib qolgan hisobiga 12-13 kunlik jo'jalarimizni 13 ming so'mdan qilib beryapmiz. Yana 1 oylik, 2 oylik qilib bering degan aka-ukalarimiz bo'lsa ham qilib bera olamiz. Faqatgina holatni ko'rib turibsizlar. Mana shu holatda olsanglar yana ham arzonroq olasizlar va o'zingizlar uchun ham yaxshi bo'ladi. O'zi o'limdan chiqib qo'ygan dumpatlar chiqib, mana ajrab turibdi, ko'ryapsizlar. Dumpatlari chiqib chiroyli bo'lib qolgan. Ichlariga mana bu o'rdak qo'shib qo'yganimiz sababi ancha-muncha jo'jalarni quvib yurishadi bular. Shuning uchun ko'p joyda jo'jani ichiga o'rdak qo'shib qo'yishadi. Yana qanaqa qulayliklari bor? Nima uchun ko'pchilik o'rdak qo'shib qo'yadi? Shuni biladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, kommentariyaga bitta o'zini fikrini bildirib qo'ysin. Bilmaganlar uchun yaxshi ma'lumot bo'lib qoladi degan umiddamiz. Bilmaganlar yaxshi foydalanamiz. Bilganlar uchun eslatma bo'lib qoladi. Ko'ryapsizlar, 5 dona o'rdak qo'shib qo'yganman. O'rdaklarimiz 5 kunlik bo'ldi. Holatlari lekin ideal katta bo'lib qo'ygan bular. 1 oylik jo'jalarimiz ham bor. 1 oylik jo'jalarimiz 25 ming so'mdan kelishtirib beramiz. Xudo xolasa narxlarini ham jo'jalar ko'ryapsizlar, o'limdan chiqib chiroyli holatga kelib qolgan variant, hurmatli obunachilar. Faqatgina burunlar don yeydi, bizda bilasizlar-ku. Burunlar donda 15 qop olib keldim. Xudo xolasa mana ozgina qoldi. Где-то 5 qop yo 6 qop qoldi. To'liq ma'lumotni uni ham berib ketaman, xudo xolasa. Jo'jalar lekin kelib ko'rsanglar ham shunaqa nozik jo'jalar emaslar, hurmatli obunachilar. Chiroyli, mana qop-qora chiroyli tarzdasi yetkazib beramiz. Oqlari, kul ranglari yoqmasa qolaveradi. Mana bu oqi bunaqa chipori qolaveradi yoqmagan odamga. Xolasa qop-qorasini tanlab olib chiqib beramiz. Pechitaga kelib turadi. Shunaqa variantda ishini qilib beramiz. Bu yerda 3800 jo'jamiz bor. Narxlari aytilganidek 13 ming so'mdan qilib beramiz. Hozirgi kunda. Yana ham katta bo'lgan sari narxlar qo'shilaveradi, bilasizlar. Sababi donini yeydi, suvini ichadi, gamburi qanaqa deb yana dorilarni beramiz. Shuning uchun narxlar qo'shilib ketib qoladi. Shuning uchun sizlarga hozir arzon variantidan so'ragan aka-ukalarimizga, gruppalarga, tanish-bilishlarga videoda otib qo'ysanglar, hamma uchun manfaatli bo'ladi degan umidamiz. Vodiy Chorva kanalini qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysanglar, biz chiqarib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishlikka muyassar bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarning kanal admini Muhammad Oyib bo'ldi. Doimgidek keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.